Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Instagram. Kunlardan bir kuni men telefonimda ajoyib bir hikoyaga ko'zim tushib qoldi. Va shularni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lib, shu hikoyani aytib bermoqchiman. O'rmonda juda katta tezlikda yong'in yonardi. Kichkinagina chumchuq yo'lidagi guldan panjalari bilan suv olib o'rmon ustiga uchdi va tag'in daryoga shoshdi. Shunda o'rmonning yonishini kuzatib turgan hayvonlardan biri kulib baqirdi. Juda qattiq baqirdi. "Hey, o'rmonni bir tomchi suv bilan qutqaraman deb o'ylayapsanmi?" Chumchuq mayin ohangda javob berdi. "Nima qilay, axir mening qo'limdan keladigani shu. Men har holda qo'limdan kelganini qildim. Sizlar esa qarab turdilaring." Xulosa: o'rmon yong'inni davlatimizdagi muammolar deb o'ylasak, agar har bir inson davlatimizni rivojlanishi uchun qo'lidan kelgan ishni qilsa, ishonchim komilki davlatimiz rivojlangan davlatlar orasiga tez orada kirgan bo'ladi. Azizlar, mana shu kanal rivoji uchun siz ham o'z hissangizni qo'shishni unutmang.